Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan World News Uzbek kanali va men bugun sizlarga Rossiya tomonidan Ukrainaga qarshi qo'llanilgan Oreshnik raketasi to'g'risida xabar berib o'tmoqchiman. Ma'lumot: Oreshnik raketa majmuasi harakatchan yer usti tizimi hisoblanadi. Shaxtaga joylashtirilgan raketalardan farqli o'laroq, u harakatchan yer usti platformasiga ega. Raketaning uchish masofasi 1000 km dan 5500 km gacha, tezligi 10 Machga teng bo'lib, uchish balandligi soniyasiga taxminan 2,5-3 km ni tashkil etadi. Raketa ajraluvchi jangovar qismga ega. Jangovar qismning massasi 1,5 tonnagacha yetadi. Portlovchi elementlar harorati 4000 gradus Selsiygacha chiqishi mumkin. Yadro zaryadi quvvati esa 900 kilotonnagacha baholanmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, u 3-4 qavat chuqurlikda joylashgan mustahkam obyektlarni ham yo'q qilish imkoniyatiga ega. Majmua ham yadroviy bo'lmagan jangovar kallaklarda qo'llanilishi mumkin. Oreshnik raketa majmuasining birinchi qo'llanilishi 2024-yil 19 va 21 noyabr kunlari amalga oshirilgan. Unda Ukraina qurolli kuchlari tomonidan Bryansk va Kursk oblastlaridagi obyektlarga Amerika va Britaniyaning ATACMS Shadow raketalari bilan zarba berilgandan so'ng sodir bo'lgan. Rossiya javob zarbasi sifatida aynan Oreshnikdan foydalangan. Bu raketa haqida shu vaqtgacha deyarli hech qanday ochiq ma'lumot mavjud emas edi. Oreshnik raketa majmuasining maksimal uchish masofasi 5500 km ni tashkil etganligi sababli hisoblarga ko'ra, raketa Rossiya hududidan turib Yevropaning istalgan nuqtasigacha yetib borishi mumkin. Belarus hududida joylashtirilishi esa raketa uchish vaqtini yanada qisqartiradi. Masalan, Kapustin Yar poligonidan uchirilgan raketa Polshadagi Amerika raketaga qarshi mudofaa bazasi Redzikovogacha taxminan 11 daqiqada yetib boradi. Germaniyaning NATO yirik aviabazasi Ramsteyngacha 15 daqiqada. Bryusselda joylashgan Shimoliy Atlantika alyansi shtab-kvartirasiga esa 17 daqiqada yetib boradi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bunday qisqa vaqt ichida samarali qarshi choralar ko'rish juda qiyin. Harbiy ekspertlar baholashicha, Oreshnik RS-26 Rubej raketa majmuasining modifikatsiyasi bo'lib, u jangovar sharoitlarda qo'llanilgan ajraluvchi jangovar qismga ega dunyodagi birinchi o'rta masofali raketa hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'ling.